Farzandga qo'yish mumkin bo'lmagan ismlar. Do'stlar, ushbu videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin do'stlar. Ushbu videoroligimiz keng tarqalishi uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like va obuna bo'lish tugmachasini bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Savol: Abdurasul ismining ma'nosi nima? Javob: Abdurasul ismi payg'ambarning bandasi degan ma'noni anglatadi. Bunday ismlarni o'zgartirgan ma'qul. Savol: Mening ismim Shohruq. Ko'pchilik dindor taqvodor tanishlarim ismingni almashtir deb maslahat berishyapti. Ismim dinimizga biroz to'g'ri kelmas ekan, shundaymi? Javob: Imkoningiz bo'lsa almashtirganingiz yaxshidir. Savol: Qiz bolaga Sanam deb ism qo'yish yaxshi emas deb eshitdim. Qizimning ismi Gulsanamxon. Bu ismning ma'nosi qanday va u ism qiz bolaga qo'yish joizmi? Javob: Sanam degani arab tilida but degan ma'noni anglatadi. Shuning uchun bunday ism qo'ymaslik kerak. Har bir ota-ona farzandiga ism qo'yishda o'ziga yoqib qolgan, qulog'iga chiroyli eshitgan ismni qo'yib yuboravermasligi kerak. Ismning ma'nosini ilmli insonlardan so'rab, keyin qo'yish lozim bo'ladi. Shohsanam yoki Gulsanam kabi ismlarni qo'yish joiz emasdir, vallohu alam. Savol: Hozirda 3-farzandimga homiladorman. Tekshiruvga borganimda qiz farzand deyishdi. Yana ham Alloh bilguvchidir. Xudo xohlasa ismini Safina deb qo'ymoqchi edik. Safina Nur alayhissalomning kemalarining nomi ekan. Farzandimizga shu ismni qo'ysak bo'ladimi? Javob: Farzandingizga yaxshi ma'noga dalolat qiladigan ismlarni qo'yishingiz kerak. Siz savolda zikr qilayotgan Safina so'zi arab tilida kema degan ma'noni anglatadi. Farzandga go'zal ism qo'yish ota-onaning vazifalaridan biridir, vallohu alam. Savol: Jiyanimning ismi Maftunaxon. Bu ismning ma'nosi yaxshi emas deb eshitdim, shu to'g'rimi? Javob: Arab tilida bu ism ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Maftuna degan so'zning arab tilidagi tarjimasi ma'nosi biror narsaga qattiq berilgan, to'g'ri yo'ldan ozgan va aqli o'g'irlangan, kuydirilgan kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun bunday ismni qo'ymaslikni maslahat beramiz. Savol: Muhriddin ismi ma'nosi haqida so'ramoqchi edim. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Arab tilida muhrun deb toychoqqa aytiladi. Bu ism urfimizda bor bo'lsa-da, lekin dindorlar ichida urf bo'lmagan ismlardan hisoblanadi. Bu ismning ma'nosini biror tavil bilan aytadigan bo'lsak, dinning yosh o'g'loni yoki yoshligidan dindor degan ma'nolarni umid qilish mumkin. Vallohu alam. Savol: Yaqinda o'g'illik bo'ldik. Ismini Al-Azim deb qo'ymoqchimiz. Bu ism Yaratganning ismlaridan biri. Bandalarga Abdulazim deb ism qo'yiladi deyishdi. Katta o'g'limning ismi Al-Aziz, uning ham ismini o'zgartirish lozim deb aytishdi. Ushbu masalada tushuntirish bersangiz. Javob: Ha, ism qo'yishda Alloh taoloning go'zal ismlarini oldiga Abdu so'zini qo'yib ism qo'yiladi. Siz Abdulazim deb ism qo'ying. Katta o'g'lingizning Al-Aziz ismini esa Aziz deb yoki Abdulaziz deb o'zgartiring. Ism qo'yish muhim amal hisoblanadi. Shuning uchun inson o'ziga yoqib qolgan ismni farzandiga qo'yib yuboravermaydi. Bu ismlarning ma'nosi nima? U shu ism qo'yish mumkinligi, yo'qligi bu haqida ilm egalaridan so'rab, so'ng ism qo'yish lozim bo'ladi. Ming afsuski, musulmon xalqimizda
Ayrim kishilar o'z farzandlariga musulmon bo'lmagan, ijtimoiy hayot tarzi bizga noma'lum bo'lgan futbol yulduzlari kabi sportchilarning ismini yoki ba'zi hind aktrisalarining ismini qo'yishyapti. Bunday ism qo'yish farzandning haqqini poymol qilish hisoblanadi. Savol: Alloh nasib qilib o'g'il farzandli bo'lsam, Amal Muhammad deb ism qo'ymoqchi bo'layapman. Savol: Turkiyadagi Elif ismini qizimizga qo'ysak bo'ladimi? Turkiyani ham musulmon davlat deb eshitgan edim. Javob: Turkchasi Elif so'zi arab alifbosining bosh harfi alif deganidir. Bu har bir harfning nomi xolos, boshqa bir ma'nosi yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu foydali video roligimiz keng tarqalib barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun like bosib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.